7 avgust Juma. Tahoratxonamizning ishlari davom etyapti. Alhamdulillah. Mana bu profillar menimcha quyosh paneliga olib kelindi. Darvozaga, quyosh paneliga olib kelindi. Quyosh paneli qo'yilar ekan. Ya mana bu yerga, ya tomni ustigami. 10 kilovatlik quyosh paneli ham o'rnatilar ekan. Mana shu profillarni olib keldi bugun. Xo'sh, ichkaridan xabar olamiz. Hozir mana jumani o'qib peshindan keyin bu tomonda tahoratxona bu tomon 2 qator yurib qo'yibdi. Menimcha bu yerga kesib moslasa kerakda. Mana shunday. Ichkarida nima ishlar bo'lyapti? Atamboy hormaganda. Nima bu? Surkayapti. Fuga surkayapti ekan, fuga. Zazorlariga, oraliqlarga. Mana bu yoqda Asqar usta mana bu yerda tayyorlab qo'yibdi. Mana yana bir xonani ozroq joyga qolibdi. Asqar bunda yuvganda suv to'g'ri tushib ketaveradi menga, chashaganga. Bo'ldi. Suv to'planib qolmasa bo'ldi. Mana shunaqa. Bunaqa ishlar davom etyapti. Mana Xatamboy fugalarni surtib, palasalarni yopyapti. Xo'sh. Mana shunday. Xo'sh, mana bugungi 7 avgust kunimiz ham kech bo'ldi. Mana latukni ham boshini qildi. Ustalar gap yo'q. Alloh rozi bo'lsin. Mana bu yerlarni ham boshlab qo'yibdi. Latukni tepasini ajoyib qilib. Mana tomoni bo'ldi. Latuk. İçi bilan bu yon bosh qoldi. Mana bu yoqda bir xona bo'lgan mana. Bu xona ham bo'ldi, tayyor. Shlanglarni qo'yadi, suv ketadi. Ikkinchi xonani ham boshlab qo'yibdi usta. Ikkinchi xonani boshlab qo'yibdi. Xullas mana shunday ishlar bo'ldi bugun. Yaxshi. Bu tomoni tayyor, deyarli mana. Qiytiqlar qo'ygan. Yaxshi, bugunga zo'r ish bo'ldi. Ustalarim charchadi. Mana shunday. Mana bu yerda ham o'yib. Joyiga qo'ydim. Mana shunday. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. 7 avgust 2026 yil Farg'onadan Marg'ilon jome masjidi.